Hammaga salom bo'ldilar. Bu Shojaxon 200 kanali. Bugungi videoda sizlar bilan meni qamab qo'ygan firibgarlar bilan urushamiz. Xo'sh, video chiqarishda davom etaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozishni unutmang. Ya'ni qo'shmaga bunday deb yozib ketdi. Xush kelibsiz. Xo'sh, 7 ta parkur. Xo'sh, 7 parkur. Bu parkur ekan. Xo'sh, omad deb yozibdi beri. Hay. Ha, rostdan parkur ekan, mana parkur. Xo'sh, bu parkurni oxirida chiqib ketishimiz mumkin ekan. Xo'sh, unda boshladik. Birinchisi Nizermi shunaqa ekanda? Ya, oy. Birinchisi Nizer ekan. Keyinroq bu formatda yaxshi. Tak, o'tamiz. O'tdik. Yaxshi. Zo'r. Ama kommentariyada faol bo'lib turinglar. Voy, tamam, shunchalik ham. Kommentariyada faol bo'lib turinglar. Yaqin orada ishda bo'lib qolamiz. O'sha uchun kechasi o'tganmiz. Dedi. Tabriklayman, siz ikkinchi bosqichdasiz deb aytdi. Zo'r. Bu xonalar ham asta-asta o'zgar ekan. Bu endi farq kelmi? O endi kaktuslik joy, ya'ni desert. Sahroga keldik. Bu parkurda menga oson. Agar meni qamab qo'yganlar ketaman lekin. Voy bilan. O'taman. Qiynaldim. Ibi. Kaktuslar jonli ekan, lekin tepasi jum bor ekan. Meni qamab qo'yganlar kim bo'lishi mumkin. Lekin men bu kechasi uyimda edim. Voy, kechasi bo'ldi. Kechasi yo'qtirmagandaman. Voy. Hamma narsa yaxshimi bo'ldi? Aytinglar. Kommentariyada faol bo'lib turinglar. Endi yorug'roq bo'ldi. Yaramaslar. Meni uxlatib, o'zlari qochib ketishibdi. Ya, endi qayeramiz? Yashil joy ekan bu. Lekin men o'sha olsam, lekin adabini beraman. Endi nimada? Nima bu yoqqa ezib qo'yildi? Menimcha meni sinash uchun parkurlar qanday o'tgan deyish uchun. To'g'rimi? Yo'q, to'g'ri emas. Ya, men tak mayli. Nima bo'lar? O'taylik yaxshi. Xo'sh, mana o'taydi qoldik. Hop. O'tdik. 7 minutlar nima qilyapti? Bu ham parkur ekan. Parkur. Bunday qilib kim bezabdi? Yaxshi bezabdi lekin. Kim bezatgan ekan, kallasiga qo'yil. Tak, o'tamiz. Ya, yetib keldik shekilli. Hech nima bu yo'q. Ya, o'tib tugami? Bunchalik oson bo'lmadi. Sheylardan o'tibmiz hozir. Juda ham oson ekan. Birinchi xona dinamitli, ikkinchisi esa yashil, nima, o'rmon deyman. Uchinchisi suvmi, shunday ko'k rang. To'rtinchisi ana sahro. Beshinchisi orolrang cho'l. Bunisi esa Nezerlandiya. Nezeraklar bor ekan. Mana birinchi boshlagan joyimiz.
Aa, yaramaslar. Ana yerdan qochib qopti. Mayli bo'ldi. Mayli bo'ldi. Lekin do'stam lekin adabini beraman bularni. Lekin nima men nima bu yoqqa qamab qo'yibdi bular? Tushunmayapman. Mayli, zato parkurlardan normalni o'tdim degan umiddaman. To'g'rimi bo'ldi? Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozishni unutmang. Agar bularni qilgan bo'lsangiz, addushi hammaga xayr.